Bir kunga klinikada boshliq bo'lib qolsangiz, nimalar qilgan bo'lardingiz? Klinikadagi tartib-qoidaga e'tibor qilgan bo'lardim. Ikkinchisi zamonaviy texnologiyalar uchun investitsiyaga. Axir biz qariyalarni tushunadigan yoshlar bor ekan. Bor. Ko'plarda. Boshliq bo'lib qolsam bir kunga kirish qismidagi tunuka fonni almashtirtirgan bo'lardim. Shu avgust sentyabrgacha shu nima qilib turinglar. Tirikliklarni shu qanday qilib tishlarini qo'yib turinglar. Undan keyin yaxshimi kutadi hamma yo'q. Klinikamizda bir kunga boshliq bo'lib qolsangiz, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Bemorlarni uzoq muddat kutishini, navbatini qisqartirishga harakat qilardim. Odamlarni og'irini yengil qilaman deb shu uxlamaydi, adam bor, na bir bayram bor, shu ish. Klinikaga boshliq bo'lsak, o'sha payt hammasini ko'raverasizlar. Mana shu yoshligingdagi bosh soqqan uka. Menga ham soqqani xiyonatini ham o'zingga ham qilgan uka. Ha, yoshingda qilish kerak.